Yurak uchun eng zararli odatlar. Men ismim Berdiqul To'rayev, kardioxirurgman. Kundalik hayotingizda siz e'tibor bermagan bo'lishingiz mumkin, lekin yuragingiz uchun o'ta zararli bo'lgan odatlarni sanab o'taman. Birinchisi bu kam harakatlilik. Juda ham ko'p eshitgansiz, har qadamda eshitasiz. Lekin yana qaytarib aytamiz. Tasavvur qiling, oqayotgan suv. Agar oqayotgan suvni harakati kamaysa, u to'planib balchiqqa aylanadi. Xuddi shunday yurak qon tomir sistemasi. Yurak uchun eng foydalisi bu terlab katta intensivlikda harakat hisoblanadi. Fiziologik ravishda yurak kengayishi kerak. Umuman farqi yo'q. Ko'chada yugurish, harakat qilish, yurish, zinadan chiqib tushish, sport mashg'ulotlari, ochiq havoda harakatlar hammasi yuragingiz uchun foydali. Eng yomoni siz bir sinab ko'ring, kundalik har kuni qancha vaqt o'tirib ishlaysiz. Ishdan keyin ham kechqurun yurib keling, harakat qiling, ozgina sport bilan shug'ullaning. Shunda sizga, yuragingizga katta foyda keltiradi. Bu dorilardan, shifoxonalardan ham eng zo'r yordam organizmingiz uchun bu harakat hisoblanadi. Keyingisi ortiqcha vazn. Ortiqcha vazn tashqi ko'rinishda ham yaqqol namoyon bo'lib, shu bilan birga ichki organlarda ham yog' to'planishiga olib keladi. Esingizda bo'lsin, bel o'lchami erkaklarda 94 santimetrdan baland bo'lsa, ayollarda 80 santimetrdan baland bo'lsa, siz xavfli guruhga kirasiz. Ortiqcha vaznni o'lchashni tana massasi indeksi degan formulasi bor. Mening Instagram, Telegram kanallarimga a'zo bo'lsangiz, u yerda ushbu mavzu xususida to'liq ma'lumot berilgan. Instagram, Telegram, Facebook, YouTube kanallarimga a'zo bo'ling va foydali va qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ling. Ortiqcha vaznni eng og'ir asorati bu yurak qon tomir sistemasida qonni quyuqlashishiga va shu bilan birga insult, infarkt kabi og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Yurakning eng asosiy dushmanlaridan biri bu tuzdir. Ovqat ratsionida tuzning me'yordan ortiq qabul qilinishi gipertonik kasallikka, ya'ni arterial qon bosimining ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Bu nimasi bilan xavfli? Gipertonik kasallik tufayli qon tomir devorining shikastlanishiga va tromblarni paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Tamaki mahsulotlarini chekish tufayli tomirlarda spazm, ya'ni to'rayish vujudga kelib, agar insonda yurak qon tomir sistemasi kasalliklariga moyillik bo'lsa, tromb paydo bo'lishi va og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Yana e'tiborlisi, passiv chekish degan atama bor. Ya'ni atrofingizda insonlar cheksa va ushbu havodan siz nafas olsangiz, bu aktiv chekishdan hech qanaqa farqi qolmaydi. Zararli hisoblanadi. Alkogol mahsulotlarining yurak qon tomir sistemasiga zarari. O'rtoqlar, kelinglar tan olaylik, juda ham ko'p eshitganmiz. Spirtli ichimliklar qon tomirlarini tozalaydi deyishadi. Lekin bironta tadqiqotda, isbotlangan tibbiyotda unaqangi nazariy isbot yo'q. Aksincha, alkogol bilan suyuqlik chiqib ketadi organizmdan va shu bilan birga vitaminlar, makroelementlar ham chiqib ketadi. Bu nimasi bilan xavfli? Makroelementlar yurak qon tomir sistemasida, yurak ritmini shakllanishda muhim rol o'ynaydi. Va shu bilan birga alkogol mahsulotlarini ko'p iste'mol qiladigan insonlarda aritmiyalar vujudga keladi. Hech kimning gapiga ishonmang, alkogol mahsulotlari bu faqat zarar hisoblanadi. Jismoniy harakat foydali deymiz, lekin haddan tashqari jismoniy zo'riqish ham yurak uchun zararli hisoblanadi. Masalan, marafon yugurish, triatlon bilan shug'ullanish, intensiv zo'riqishni uzoq davom etish ham yurakka zararli hisoblanadi. Zolotaya seredina deyiladi, ya'ni me'yorni agar yo'lga qo'yilsa, yurak uchun albatta foydali. Energetik ichimliklarni ko'p iste'mol qilish yurakka nimasi bilan zararli? Ushbu ma'lumot asosan talabalarga, kechqurun ishlovchilarga va taksi haydovchilariga tegishli. Energetik ichimliklarning zarari shundan iboratki, yurak qisqarishlar sonini va arterial qon bosimini oshiradi. Bu esa o'z navbatida yurakka zararli hisoblanadi. Energetik ichimliklarning tarkibida ko'plab vitaminlar bor. Lekin u masalan B guruhdagi vitaminlarni peredozirovkasiga, ya'ni keragidan ortiq qabul qilish bosh miyadagi qon tomirlariga jiddiy zarar yetkazadi.
Va shu bilan birga energetiklarning tarkibida ko'p miqdorda qand bor. Bu esa qandli diabet, ortiqcha vazn va yurak qon tomir sistemasi kasalliklariga olib kelishi mumkin. Nima uchun energetik nimasi bilan xavfli? Hayot turmush tashvishlari, asabbuzarliklar, stresslar tufayli asab tolalari, miya charchaydi. Qayta tiklash uchun eng yaxshi yordam bu uyqu hisoblanadi. Agar uyqu ham bo'lmasa, stresslar yig'ilib gipertonik kasallik rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Va ushbu insonda ertami kechmi infarkt, insult kabi asoratlar yuzaga chiqishi mumkin. Ushbu sanab o'tilgan zararli odatlarning nechtasi sizda bor? Agar hattoki bittasi ushlasa ham hayot turmush tarzingizni o'zgartirishga asos bo'ladi. Esingizda bo'lsin. Yurak qon tomir kasalliklarini xavfli guruhga kirib qolsangiz, ertami kechmi sizda og'ir asoratlar, ya'ni infarkt, insult kabi kasalliklar yuzaga chiqishi mumkin. Buni oldini olish uchun esa sog'lom turmush tarzini boshlashingiz zarur. Salomat bo'ling.